Men o'z xalqim, vatandoshlarim uchun foydam tegayotgan bo'lsa, demak mening mehnatlarim, mening umrim besamar ketmagan deb hisoblayman. U ko'proq xayriya ishlari bilan shug'ullanadi, bolalarga g'amxo'rlik qiladi. Madaniyat orqali xalqlarni ahil inoq bo'lishga targ'ib etadi. Kitob yozib, tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. U g'amxo'r ona va jamoat arbobi. Yoshlarni mehribon, ahil va o'z vatani uchun xizmat qiladigan insonlar bo'lishga chaqiradi. Bolalarga birga yordam beraylik xayriya loyihasining navbatdagi tadbiriga tayyorgarlik. Qariyalar va qarovsiz qolgan bolalarni hayotini izga solish, ularga har tomonlama yordam berishni ko'zlaydi. Mazkur loyiha Qirg'izistonda 7 yildan beri uzluksiz ishlab keladi. Qarovsiz qolganlarga yordam beraylik degan tashabbus bilan chiqqanimda assambleya qo'lladi. Shunday qilib, bolalarga birga yordam beraylik degan loyiha amalga tatbiq etila boshladi. Bu yerda faqat men emas, boshqa diasporalar ham bolalarga qo'lidan kelgancha yordamlarini berishadi. Bu yerda Bishkek shahridagi va yaqin oradagi qishloqlardagi bolalar uylaridagi yetishmovchiliklar borasida yordam so'rab murojaat qilgan xatlar saqlanadi. Zuhra opa birorta ham arizani e'tiborsiz qoldirmaydi. Uning yordamida yuzlab bolalar turli yordamlarni olib turishadi. Hamma narsaga rahbar qatori emas, ona qatori qaraydi. Onalardek o'ylaydi, hamma narsani yuragidan o'tkazadi. Iloji boricha yordam berishga harakat qiladi. Mana yaqinda bolalarga oyoq kiyim taratdik. Zuhra Shidak va yetim qolgan bolalar, qiyinchilikda ulg'ayayotgan bolalarga jamoat befarq qaramasdan hamma qo'lidan kelgancha yordam berishi kerak deya hisoblaydi. U jamoat ishlaridan tashqari tadbirkorlik bilan shug'ullangani uchun ham ko'p vaqtlarda xayriya ishlariga o'zi homiy bo'ladi. Kam ta'minlangan oilalarga, jismonan imkoniyati cheklanganlarga, bolalar uylariga turli yordamlar ko'rsatib turadi. Bundan tashqari biz Kazan shahrining Tub tumanidagi bolalar uyiga 5 nafar bolani jo'natayotib, Zuhra Hajmuradovnaga yordam so'raganmiz. U darrov har bir bolaga bittadan qilib 5 ta oyoq kiyim olib bergan. Принесла и для 5 детей обувь подарила. Tadbirkor ayolni Atajurt assotsiatsiyasiga rahbar qilib Qorachoy diasporasi saylagan. Assambleya faoliyatini boshlaganiga esa 7 yil bo'ldi. Bu vaqt orasida turli tadbirlarni tashkil etib, Qorachoy xalqi haqida kitob yozishga muvaffaq bo'ldi. U ish uchun maosh olmaydi, biroq xalqning roziligi u uchun yetarli. Mayli, maoshsiz bo'lsa ham ishim yaxshi. Bu bizning davlat, bizning o'lka. Men o'z xalqim, vatandoshlarim uchun foydam tegayotgan bo'lsa, demak mening mehnatlarim, mening umrim besamar ketmagan deb hisoblayman. Assambleyaning asosiy maqsadi madaniyatni rivojlantirish va xalqlar orasidagi munosabatlarni mustahkamlashdan iborat. Assambleya xodimlari o'z kuchi bilan konsertlarni tashkil etishadi. Ular juda ajoyib, sababi bu yerda turli xalqlar madaniyatlarini ko'rish mumkin. Xalqda shunday naql bor. Men uni doim takrorlab turaman, birdamlik xilma-xillikda yoki kuch birlikda. Madaniyat orqali xalqlararo ittifoqlikni mustahkamlash mumkin deya hisoblagan ayol maxsus 3 quvvan deya nomlangan ansambl tashkil etgan. Ayni kunlarda 10 nafardan ortiq ishtirokchiga ega ansamblga qo'shilishni istaganlar soni kundan kunga ortib bormoqda. Erkayimni ansamblga kelganiga 1 oy bo'ldi. Bu vaqt davomida u yangi raqslarni o'rganish bilan birga yangi do'stlar orttirishga ham ulgurdi. Men anchadan beri lezginka raqsini o'rgana boshladim. Kavkazlar madaniyati men uchun qiziqarli. Sababi men o'zimni madaniyatimni yaxshi bilaman. Shuning uchun men yangi narsalarni o'rgangim keladi.
Zuhra opa milliy kiyim-kechaklar, zaruriy asboblar mashg'uloti o'tkaziladigan zallarni ijaraga olib, ansambl rivojiga zaruriy sharoitlarni yaratib berishga harakat qiladi. У нас эти костюмы, девушки так одевались. Знаете, у нас есть заказы, да, нас заказывают многие. Bizde ko'p yerga chaqirishadi. Biroq ko'pincha bizdan suyukli Zuhra Ejevis qarjilaydi. Agar biz ақша topsak, biz de ansamblning o'nishini salom qo'shamiz. Bizda ақша topamiz. Мы заработаем свои деньги, мы ей помогаем вложить тоже. Ансамбль Карачай элинин маданиятын жайылтуу менен бирге кайрымдуулук концерттерди өткөрүп келет. Бул жаштарды боорукер болууга жада коомдогу көйгөйлөргө кайдыгер болбоого тарбиялайт. Аплодисментами, с огромными, не знаю. Bizni barcha sahnalarda Guldiroz Qarsagili kutib olishadi. O'lkamizning turli joylarida bo'ladimi yoki boshqa davlatlarda bo'ladimi, yaxshi qarshi olishadi. Menga shu yoqadi. Zuhra opaning asl kasbi iqtisodchi. U sobiq Sovet davrida qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotish bilan shug'ullangan. U tinimsiz mehnatlari ortidan rahbarlik lavozimigacha ko'tarilgan. Двигалась ученица продавца, потом продавцом, потом товароведом. Sotuvchining yordamchisi, sotuvchi, keyin savdo bo'limi yetakchisi, keyinchalik birlashma rahbari bo'lganman. Keyin Sovet tarqab ketdi. 70 yillik mehnatim 1 soatda yo'qqa chiqdi. За 70 лет все то, что делалось, все это в одночасье развалилось. Soyuz tarqatilgandan keyin Zuhra Hajjumuradovna ishsiz qolib xususiy tadbirkorlik qila boshlagan. Bu vaqtda umr yo'ldoshi ham olamdan o'tib, 2 qiziga u ham ota, ham ona bo'lgan. Bugun Zuhra opaning uyiga qizlari va nabiralari mehmonga kelishadi. U har doim nabiralarini sevimli taom va shirinliklarni tayyorlashga harakat qiladi. Убегай. А у нас лукумы. Bo'g'irsoqqa olinganday osh xamir olamiz, faqat bo'g'irsoqdan ko'ra kattaroq qilib kesib pishiramiz. Biz buni lukum deymiz. Подается. Zuhra opa uchun hamisha ta'lim birinchi o'rinda. Shu sababli u 2 qizini ham oliy ma'lumotli bo'lishiga har tomonlama yordam bergan. Женщина, она должна быть, во-первых, мне кажется, она должна быть образованной. Ayol kishi bilimli, hamma narsani bilish kerak. Agar ayollar o'zlari o'qimagan bo'lsa, biror ta'lim olmagan bo'lsa, u farzandlarini yetuk komil inson qilib tarbiyalay olmaydi. Bundan tashqari o'z kasbini mohir ustasi bo'lishi zarur. Mehribon ona, yaxshi umr yo'ldosh bo'lish kerak. Ayol kishining zimmasida juda ko'p vazifalari bor. В своем каком-то любимом деле, как мать, как жена. Женщине вообще много что надо. Zuhra opalarning oilasida 11 nafar farzand bo'lgan. U 8-chi edi. Onasi o'zi yolg'iz barcha farzandlarini boqib katta qilgan. Ну, трудно было, потому что папа умер рано, мама одна, и нас 9 осталось в живых. Мама поднимала. Трудно было вообще детям, да, вот представьте, что мы детьми. Qiyin bo'lgan, men 6-7 yoshda edim. Onam ertalab uyg'otib hayvonlarni qaratar edi. Dalada ishlar edik, shunday qilib onam bizlarni katta qilgan. U juda mehribon, aql bilan ish qilgan ayol edi. Otamizdan yosh qolganmiz, yashash uchun ishlash kerak edi. Shuning uchun bizni mehnatkash qilib tarbiyalagan. С огорода она снимала, она была очень мудрая женщина и умная, экономная. Но другого варианта не было. И мы должны были работать. Не от того, что мы такие, а от того, что чтобы выжить, нужно было работать без папы. Вот. И нас с детства научили трудолюбию. Zuhra Shedakova 6 yoshidan beri qo'lidan kelganicha mehnat qiladi. Harakat va mehnat ortidan hech kim kam bo'lmasligini u juda yaxshi biladi. Har qanday sharoitda ham farzandlari o'z oilasida bo'lishi va qarovsiz qoldirilmasligi kerak deb hisoblaydi. Sababi farzandlarini yolg'iz o'zi katta qilgan onasidan qolgan bu nasihatga u hamisha amal qiladi.